Assalomu alaykum hammaga do'stlar, yaxshimisizlar? Instagramda juda ko'pchilik bizga kuzatyapti ekan, kommentariyalarda bu narsani sezib turibman. Ayrim odamlar har xil gap so'zlar yozibdi. Odamlarga misol uchun depozit zapretini ocha olmasligimiz haqida ma'lumot bergan bo'lsa kerak. Menimcha shunaqa yozgan. Juda ko'pchilikda bo'layotgan holat. Biz videolar chiqaryapmiz depozit zapretlarimizni ochganligimiz haqida. Buni ko'rib turib ular hamma depozit zapretni ochadi deb o'ylashyapti shekilli. Qaytaraman do'stlar, shu narsaga e'tibor beringlar. Depozit zapret ochamiz degani hammanikini ochib beraman taktiga bilan degani emas. Shu narsaga e'tibor beringlar. Biz ocha oladigan depozit zapretlar bor, ocha olmaydigan depozit zapretlar bor. Rossiyaniki ham, Turkiyaniki ham. Va summalari har xil. Hammani statiyasi har xil, ochishlik har xil. Qaysi tur zapretlarga 100% garantiya beriladi. Qaysilarigadir 50-50, qaysilarigadir 70-30. Bu narsa har xil. Bu internetga video depozitlar ochyapmiz deb video chiqarganimiz, bu bizlar hamma depozit zapretlarni ochamiz degani emas. Shu narsaga e'tibor beringlar do'stlar. Juda ko'pligi bu narsalar deb yozib olishibdi. O'zim Andijondama Yangi bozor degan joydaman bemalol o'tsa kelsa 100 ruboy bilan gaplashishga ruhimiz yetadi. Odamlarni aldaganimiz yo'q, chiroyli qilib ochganlarimizni, qo'limizdan kelganlarni qonuniy holatdagi qarorlarini sizlarga men video chiqaryapman do'stlar.